O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayni paytda davlat tashrifi bilan Pokistonda bo'lib turibdi. Pokiston O'zbekiston mustaqilligini 1991-yil 20-dekabrda birinchilardan bo'lib tan olgan. Ikki tomonlama diplomatik munosabatlar 1992-yil 10-mayda o'rnatilgan. 2021-yilda strategik sheriklik o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya imzolangan. 2025-yil iyun oyida siyosiy, savdo-iqtisodiy va gumanitar hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni nazarda tutuvchi ikki tomonlama harakatlar rejasi imzolandi. Bu hujjat siyosiy deklaratsiyalardan qo'shma loyihalarni amalga oshirishga o'tish vositasiga aylandi. Uning yakunida qo'shma deklaratsiya va oliy darajadagi strategik sheriklik kengashini tuzish to'g'risidagi bayonnoma imzolandi. 2025-yil yakunlari bo'yicha o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 445,8 million AQSh dollariga yetdi. O'zbekistonga tashrif buyurgan pokistonlik sayyohlar soni 2024-yil yakunlariga ko'ra 5,4 ming nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich 2025-yilda 3,3 barobarga o'sib 18 ming nafardan oshdi. Bugungi kunda Toshkent, Islomobod va Lahor o'rtasida haftasiga 4 ta reys mavjud. Davlatimiz rahbarining Pokistonga tashrifi strategik sheriklikni rivojlantirish, iqtisodiy va transport logistika hamkorligini kengaytirish, gumanitar aloqalarni chuqurlashtirishga yangi sur'at bag'ishlaydi.